Demak, bugun sizlar bilan Telegram kanalimizda bo'lib o'tgan test tahlilini ko'rib o'tamiz. Birinchi misolni yozib olaman. Boshlang'ichga doir misollar. Bu yerda integral 4x kub dx. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Biz bilamizki, integralga ko'ra mana bu yerda 4 songa tegilmaydi, x kub darajasiga 1 ni qo'shamiz va mahrajiga shu sonni yozib qo'yamiz. Bu yerdan to'rlar qisqarib ketyapti. Bu yerda plus s bor. Demak, buni javobi x to'rtinchisi plus s ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, keyingi savolimizda integral x ko'paygan fx dx teng deyapti. X kub plus 3 ta x kvadrat plus s bo'lsa, bizdan boshda berilgan funksiya, ya'ni fx funksiyani topib ber, tengilmasini topib ber deyapti. Xo'p, nima qilamiz? Bu yerda son bor. Demak, xo'p, biz qiladigan ish har ikkala tomonidan hosil olamiz. Bu yerdan hosilamdan bu qisqarib ketadi integral. Demak, bu x ko'paygan fx teng bo'ladi. Bundan hosilasam 3 ta x kvadrat plus bundan hosilasam 6x. S ni hosilasini nolga teng, chunki bu son bo'lyapti. Bu yerdan x ko'paygan fx teng bo'lyapti. Bu yerda har ikkalasi x bir xil xavs topib chiqib ketsam 3 ta x plus 6 ko'rinishda bo'lib qoldi. Mana bu xlar qisqarib ketadigan bo'lsa, demak dastlabki berilgan funksiyaning tenglamasi 3x plus 6 ko'rinishida bo'lgan ekan. Xo'p, keyingi savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, keyingi savollarimiz quyidagi misollarni yeching deb turib bizga xo'p, ko'plab misollar berib qo'ygan. Bu yerda 3-chisiga o'tdik. Xo'p, A misolida integral dx deb qo'ygan. Xo'p, bu yerda biz bilamiz, mana bu yerda hech qanday son yo'q degani, bu yerda 1 turibdi. Ya'ni 1 soni bor bu yerda. 1 dan x ga nisbatan boshlang'ich olsam, x plus s ko'rinishiga kelib qoladi. Xo'p, B misolimizni ko'rsak, xuddi shundan B'si integral du deb qo'ygan. U ga nisbatan boshlang'ich olishimiz kerak, lekin bu yer bo'sh turibdi, demak bu yerda 1 bor. U ga nisbatan boshlang'ich olsam bu u plus s ko'rinishida bo'lib qoladi. Xo'p, s sini ko'radigan bo'lsak, integral dt, ya'ni t ga nisbatan boshlang'ich bu yerda 1 bor. Demak, t plus s ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, d siga e'tibor bersak, d sida integral dy. Bu yerda 1 bor deb qaraymiz va y ga nisbatan boshlang'ich olsak, y plus s ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, va bu yerdan y siga qarasak, boshlang'ich, xo'p, d 3 ta x plus 5. Mana bu yerda hech narsa yo'q, 1 bor. Xo'p, bu yerda biz e'tibor qiladigan narsa nima? Biz e'tibor qiladigan narsa mana bu yerda 3x plus 5. Bu yerda y bo'ladigan bo'lsa, y bo'ldi, t bo'lsa, t bo'ldi, u bo'lsa, u bo'ldi, x bo'lsa, x bo'ldi. Demak, mana bu yerda qanday son bo'lsa, bu yerda 1 bo'lyaptimi? Demak, buni boshlang'ichi 3x plus 5. Ya'ni mana bu d. 3x plus 5 ga nisbatan boshlang'ich o. Mana shu ko'rinishda va bu yerdan plus s sini yozib qo'yaman. Xo'p, d sida d shartida misol bergan. Xo'p, integral d cosinus x. Bu yerda 1 bor. Boyagi mana bu misolda takrorlaganimdek, bu yerda nechi bo'lsa, xuddi shuni yozib plus s qilib qo'yaman, chunki bu yerda faqat 1 bo'lyapti. Xo'p, cosinus plus s ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, g siga e'tibor bersak, xo'p, integral d 2x plus 3 taqsim x plus 7 bo'lyapti. Bunda ham mana bu yerda nima bo'lsa, xuddi shu bo'ladi. Ya'ni 2x plus 3 taqsim x plus 7 va plus s sini yozib qo'yaman. Xo'p, h siga e'tibor beradigan bo'lsak, h sini mana shu yerga yozsam bo'ladi. Xo'p, integral dx kub. Mana bu yerda 1 bor deb qarayman yana bu. Bu yerda qanday bo'lsa, x kub plus s ko'rinishida bo'ladi. Xo'p,
Buni yozsak. Xo'p. 4-misolimizga o'tamiz. 4-misolimizda quyidagi misollarni yeching degan va bu yerdan A shartidagi misolni yozaman. Integral 3x kvadrat dx. Demak, 3x kvadratga nisbatan boshlang'ich olaman. Bu yerda 3 darajasiga 1 qo'shiladi x kub taqsim xuddi mana shu darajadagi sonni mahrajiga yozishim kerak edi. Bu bilan bu qisqarib ketdi. Plus c bor. Demak, bu x kub plus c ko'rinishidagi funksiya bo'lgan ekan. Xo'p, b'siga e'tibor bersak, b'sida boshlang'ich 5dx. Bu yerda 5 songa nisbatan olsak 5 x ga nisbatan boshlang'ich olayotganimiz uchun 5x plus c ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, c misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, c misolimizda mana bu ko'rinishda berib qo'ygan. dx taqsim x ning 5-si. Xo'p, bu yerda birinchi bo'limni mashq qilamiz. Biz buni doim ko'radigan qolipimizga olib kelamiz. Ya'ni bu yerda 1 taqsim x ning 5-si dx qilib yozsam, demak, mana bu 1 taqsim x ning 5-sidan x ga nisbatan boshlang'ich olishim kerak. Xo'p, bu yerda mana buni suratga olib chiqib olaman. Ya'ni integral x ning -5-si dx. Bu yerdan endi xo'p, x ning -5-si darajasiga 1 da qo'shaman. x -5 plus 1. Xuddi mana shu yerda hosil bo'lgan. Ya'ni -5 plus 1 -4 bo'ladi. -4 da mahrajiga yozib qo'yaman. Demak, bu plus c bor. Xo'p, demak, x ning -4-si taqsim 4. Oldida minus bor. Plus c ko'rinishida bo'ladi. Yoki mana buni x ning -4-sida mahrajiga olib tushib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Xo'p. d siga e'tibor beramiz endi. Boshlang'ich ko'pinchi ildiz ostida x kvadrat dx. Xo'p, bundan qanday qilib boshlang'ich olamiz? Xuddi boyagi misolda x darajasi shaklida yozib olganmizdek, buni ham yozib olamiz. x ni 2 taqsim 3-si dx. Demak, buni x darajasiga 1 qo'shaman. 2 taqsim 3 plus 1 va xuddi mana shu darajasidagi sonni 2 taqsim 3 plus 1 da mahrajiga ham yozishim kerak. Shunda nima bo'lyapti? Plus c'ni qo'shib qo'yaman oxirida. X ni 5 taqsim 3-si taqsim bu ham 5 taqsim 3. Buni endi suratga olib chiqib ketsam, bu 3 taqsim 5 bu degani hop ko'pinchi ildiz ostida x ni 5-si yoki buni yanada soddalashtirib qo'yadigan bo'lsak, 3 taqsim 5 bundan hop ko'pinchi chiqib ketadigan bo'lsa x ko'pinchi ildiz ostida x kvadrat plus c degan javob bo'ladi. Hop, y misoliga e'tibor beradigan bo'lsak, y misolimizda aytyapti. dx taqsim hop ko'pinchi ildiz ostida x, ko'pinchi ildiz ostida x. Hop, buni ham keltirib olamiz. Ya'ni buni yozishim mumkin. Integral 1 taqsim ko'pinchi ildiz ostida x dx. Hop, buni ham x ni suratga olib chiqib olamiz. Ya'ni minus daraja berib suratga olib chiqib olamiz. Bu degani integral x ni -3 taqsim 2-si dx. Demak, boshlang'ich olishni boshladim. Hop, x -3 taqsim 2 plus 1 qo'shadigan bo'lsa -1 taqsim 2 bo'ladi. -1 taqsim 2 mahrajiga yozib qo'yaman. Ya'ni darajasiga esa mahrajiga yozib qo'yaman. Shunda bu suratga chiqib ketadigan bo'lsa -2 x 1 da qo'shadigan bo'lsam 1 taqsim 3. Ya'ni plus c bor. Demak, bu -2 bu degani ko'pinchi ildiz ostida x plus c degan javob bo'ladi. Xo'p, y misol ketgan bo'lsa, f misolimizga e'tibor beramiz. F misolimizga e'tibor bersak, integral u ni 6-si du. Demak, bunda u ga nisbatan boshlang'ich olamiz. Ya'ni bu u ning 6-si edi. Darajasiga 1 qo'shilib qoladi. 7 taqsim 7 plus c ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, g misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, g misolimizga e'tibor bersak, integral 1 taqsim t kvadrat dt. Demak, bunda t ga nisbatan boshlang'ich olishimiz kerak. Bu yerda bu t ni -2-si bo'lib qoladi. T ni -2-si dt.
Xo'p, t ni minus ikkinchisi darajaga 1 da qo'shadigan bo'lsam, t ni minus birinchisi xuddi mana shu minus 1 da maxrajiga yozib qo'yaman. Plus s ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni buni yana soddalashtirib yozsak, minus 1 oldinga chiqsa, minus t va minus birinchisi plus s ko'rinishidagi javob bo'lar ekan. Xo'p, ges ketgan bo'lsa, demak keyingisi xo'p, hs. hsda integral x kvadrat t kub dx. Xo'p, bunda bu misolda bizni chalg'itadigan narsa t ni kubi deb qo'ygan, lekin x ga nisbatan boshlang'ich ol. Demak, bu t ni kubiga men qandaydir son sifatida qarayman va bunga men tegmayman. Ya'ni t ni kubi bo'ladi bu yerda. X kvadratdan boshlang'ich olib qo'ysam bo'ldi. X kvadratdan boshlang'ich olsam x kubi taqsim 3 plus s ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, keyingisi i'sida xo'p, boshlang'ich x kvadrat t ning kubi dt. dt degan. Demak, bunda t ga nisbatan boshlang'ich oldi. Demak, bunda mana bunga men son sifatida qarayman va bunga tegmayman. Demak, bu yerda x kvadrat sonligi uchun turib turaveradi. T ni kubidan boshlang'ich olsam, t ni 4-chi taqsim 4 plus s ko'rinishida javob chiqar ekan. Demak, javob mana shu ko'rinishda bo'ldi. Xo'p, buni ham yozib olsak. Xo'p, 5-misolimizni ko'radigan bo'lsak, 5-misolimizni berilishini yozaman. Xo'p, boshlang'ich x kub plus 1 taqsim x kub plus kubinchi ildiz ostida x plus 2 taqsim ildiz ostida x plus 3 taqsim x ko'rinishida berilgan. Xo'p, biz endi bu misolda ishlashni mashq qilamiz. Bu misolda ishlashda biz alohida boshlang'ich olib ketsak bo'ladi. Ya'ni bundan bir marta boshlang'ich, bundan. Chunki bu yig'indi bo'lyapti. Yig'indi bo'lsa har biridan boshlang'ich olish mumkin. Demak, x ga nisbatan boshlang'ich olishni boshladim. Xo'p, x kubdan boshlang'ich olsam darajasiga 1 qo'shiladi va maxrajiga ham 4 yoziladi. 1 taqsim x kubdan boshlang'ich oladigan bo'lsam, nima bo'ladi? Bu degani x ni minus 3-chisidan boshlang'ich oladigan bo'lsam, x ni minus 2-chisi taqsim minus 2, ya'ni minus 1 taqsim 2 x kvadrat ko'rinishida bo'lar ekan. Demak, bu yerga yozib qo'yaman. Plus 4 endi minus keladi. Minus 1 taqsim 2 x kvadrat. Xo'p, endi mana bundan boshlang'ich olsam nima bo'ladi? Bu degani x ni 1 taqsim 3-chisi darajasiga 1 da qo'shadigan bo'lsam 4 taqsim 3, maxrajiga ham 4 taqsim 3 deb yozaman va bu 3 taqsim 4 x ildiz ostida x. Ya'ni xo'p, kubinchi ildiz ostida x bo'ladi. Chunki daraja ko'p. Va endi buni o'rniga buni yozsam bo'ladi plusdan. Plus 3 taqsim 4 xo'p, x kubinchi ildiz ostida x. Xo'p, endi mana bu yerda 2 taqsim ildiz ostida x dan boshlang'ich olishim kerak. Bu degani 2 ko'paygan 1 taqsim ildiz ostida x. Bu degani esa 2 ko'paygan x ni minus 1 taqsim 2-chisi. Bunda ham darajasiga 1 da qo'shaman. Xo'p, 2 turaveradi. Boshlang'ich olsam x. Xo'p, 1 qo'shadigan bo'lsam 1 taqsim 2, mana shu 1 taqsim 2 maxrajiga ham yoziladi. Bu chiqsa 2 ko'payadi 4 ildiz ostida x ko'rinishida bo'ladi. Demak, buni boshlang'ichi plus 4 ildiz ostida x ko'rinishida bo'lgan ekan, plus xo'p, endi 3 taqsim x dan boshlang'ich oladigan bo'lsam, 3 taqsim x dan boshlang'ich olsam, bu degani 3 ko'paygan 1 taqsim x, bu esa 3 ko'paygan x ni minus 1-chisi deb ketsam bo'lmaydi. Chunki darajasiga 1 qo'shadigan bo'lsam, bu 0 ga kelib qoladi. Ya'ni bu ko'rinishda boshlang'ich olinmaydi. Ya'ni biz bilardik integral 1 taqsim x dx. 1 taqsim x ni boshlang'ichi ln x bo'lardi. ln x. Demak, bundan boshlang'ich oladigan bo'lsam 3 turadi. 1 taqsim x dan boshlang'ich olsam ln x va plus s. Mana shu ko'rinishdagi javob chiqar ekan. Xo'p, bu yerdan cho'nov sifatida foydalandim. Demak, buni o'chirib tashlasam bo'ladi. Xo'p,
keyingi misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 6-misolimizda. Xo'p, boshlang'ich 2 taqsim sinus kvadrat x plus 1 taqsim ildiz ostida 1 minus x kvadrat plus 5 yana x-inchisi dx. Xo'p, bu misoldan boshlang'ich olishda nima qilamiz? Xo'p, bundan boshlang'ich olishda ba'zi bir formulalardan foydalanamiz. Foydalangan formulani bu yerga yozib ketishga harakat qilaman. Ya'ni integral 1 taqsim sinus kvadrat x dx teng bo'ladi minus katangiz x plus s ko'rinishida. Demak, mana bundan boshlang'ich olsam, xo'p, minus borligi uchun minus 2 katangiz x plus va bu yerdan mana bu birinchi formula bo'lsa, ikkinchi formulani ham yozib qo'yaman. Ya'ni integral 1 taqsim 1 minus x kvadrat, bu kvadrat ildiz ostida bo'lyapti, dx teng bo'ladi. Bundan formuladan foydalanyapman. Arc sinus x ko'rinishida plus s ko'rinishida bo'ladi. Demak, bundan boshlang'ich oladigan bo'lsam, arc sinus x plus 5 yan x-inchini hosilasi ham bir xil, boshlang'ichda ham o'zgarmaydi. Demak, bu 5 y darajada x plus s ko'rinishidagi javob chiqargan 6-misolimizda. Demak, javob mana shu ko'rinishda bo'ldi. Xo'p, 7-misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 7-misolimizda boshlang'ich u plus 2 ning qausda kvadrati taqsim u ning 4-si du. Xo'p, bunda nima qilamiz? Bunda mana bu kvadratga ko'tarib chiqib, u ning 4-sini bitta-bitta bo'lib olsam, yuqoridagi ko'rinishga kelib qoladi. Demak, xo'p, kvadratga ko'tarib chiqsam, u ning kvadrati plus 4u 4 bilan u bir xil bo'lib qolyapti. 4u plus 4. Taqsim uni 4-sini har bittasiga bo'lib chiqyapman. U ning 4-si, buni mahrajiga ham u ning 4-si, buni mahrajiga ham u ning 4-si. Xo'p, bundan endi men boshlang'ich olishim kerak u ga nisbatan. Xo'p, nima ish bo'ladi? Birinchi buni soddalashtirasak, endi qisqartirib chiqsak, ya'ni integral u ning kvadratidan u ning 4-si ketsa, 1 taqsim u ning kvadrati plus bu bilan bu qisqarib ketsa, mahrajda u ning kubi qoladi plus 4 taqsim u ning 4-si bo'lib qoldi. Bu endi yuqoridagi misolimizga o'xshab qoldi. Ya'ni bu yerdan 1 taqsim u ning kvadratdan boshlang'ich oladigan bo'lsam, 1 taqsim u ning kvadrat degani u ning minus 2-si. Darajaga 1 da qo'shsam, u ning minus 1-si, mahrajga ham minus 1. Ya'ni bu minus 1 taqsim u ko'rinishiga keladi. Demak, buni boshlang'ichi mana bu ko'rinishda ekan. Tenglik qo'yib, bu yerdan yozib ketaman. Demak, buni boshlang'ichi minus 1 taqsim u ko'rinishda bo'ldi. Plusdan, hop, 4 taqsim u ning 3-sidan boshlang'ich qanaqa bo'ladi? 4 turib turadi. U ning minus 3-si bo'lib qoldi. Darajasiga 1 da qo'shadigan bo'lsam, 4 u ning minus 2-si taqsim minus 2. 4 dan minus 2 ni qisqartirsam minus 2. Mana bu minus daraja bo'lgani uchun mahrajda u ning kvadrat shaklida bo'ladi. Demak, buni boshlang'ich o'rniga buni yozib ketsam bo'ladi. Plus emas, endi minus 2 taqsim u ning kvadrati plus, xo'p, endi mana bu yerdan cho'rni yozaman, 4 taqsim u ning 4-si. Bu degani 4 ko'paygan u ning minus 4-si. Demak, bu u ning minus 4-si. 4 ko'paygan u minus 4 ga 1 da qo'shsam, u ning minus 3-si, darajadagi son mahrajga yoziladi minus 3. Demak, 4 taqsim minus 3. Minus 4 taqsim 3. Buni mahrajga olib chiqib qo'yadigan bo'lsam, u ning kubi. Demak, men buning o'rniga buni yozsam bo'lar ekan, plus emas, bu ham yana minus ko'rinishda bo'ldi. 4 taqsim 3 u ning kubi plus s degan javob bo'lar ekan. Xo'p, pastdan cho'nma sifatida foydalanib, buni o'chirib tashlasam bo'ladi. Xo'p, 7-misolimiz ham ketdi. Xo'p, 8-misolimizga e'tibor beramiz endi. 8-misolimiz. Xo'p, 8-misolimizda
Hop, f hosila x teng 4x kub plus 4x plus 1. Mana shu hosil olingan funksiya berilgan va bizdan f1 teng 2 bo'lsa f minus 2 ni qiymatini toping. F minus 2 ni qiymatini toping. Xo'p, demak, o'zi biz boshlang'ich mavzusidan yuribmiz. Demak, mana bu hosilani yo'qotish uchun men har ikkala tomondan boshlang'ich olishim kerak. Har ikkala tomondan x ga nisbatan boshlang'ich oldim. Bunda hosilani boshlang'ich qisqarib ketdi. Demak, f x 4x kubdan boshlang'ich oladigan bo'lsam, x ni 4-si plus bundan boshlang'ich oladigan bo'lsam 2x kvadrat, bundan boshlang'ich oladigan bo'lsam x plus s ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, endi f1 teng 2 degan har bitta x o'rniga 1 da qo'yib chiqsam, buni qiymati 2 ga teng bo'ladi. Demak, 2 teng bo'ladi 1 da qo'ysam. 1 4-si 1, 2 ko'paygan 1 kvadrati plus 2 plus bu yerga qo'yadigan bo'lsam 1 plus s. Demak, bunga buni qo'shsam, xo'p, bular qisqarib ketdi. Demak, s teng ekan minus 2 ga. Demak, boshida berilgan dastlabki funksiyani yozsam, men fx funksiyani yozsam, x ning 4-si xo'p, plus 2x kvadrat plus x sani men qiymatini topib oldim minus 2. Mendan endi mana bu f minus 2 ni so'rayapti bizdan. Demak, bu f har bitta x o'rniga minus 2 qo'yib chiqsam, minus 2 ning 4-si 16, minus 2 ning kvadrati 4, 4 ni 2 ko'paytirsam plus 8, buni o'rniga minus 2 qo'yaman va minus 2. Demak, bunga buni qo'shsam 24, 24 dan 4 ayirsam 20 degan javob bo'lar ekan 8-misolimizga. Demak, keyingi misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 10-misol. Xo'p, boshlang'ich x ko'paygan x plus 1 ning cos kvadrati dx. Xo'p, mana shuni hisoblashimiz kerak. Bundan nima qilamiz? Hozirgi holatda bu ko'paytma bo'lib turibdi. Ko'paytmadan birdaniga boshlang'ich olib kelsak bo'lmaydi. Demak, birinchi bo'lib turibmiz. Mana bu darajaga ko'tarib chiqamiz. Chunki bu kvadrat daraja bo'lyapti. Soddalashtirish qiyin emas. X kvadrat plus 2x plus 1 dx ko'rinishida bo'lyapti. Demak, bu tashqarisiga, qavs tashqarisiga x ni bitta tasirga kirib chiqsam, hop, x ning kubi plus 2x kvadrat plus x dx. Demak, yig'indiligi uchun bitta boshlang'ich qilsam bo'ladi endi. Buni boshlang'ichi x ni 4-si taqsim 4 plus buni boshlang'ichi 2 x kub taqsim 3 plus x kvadrat taqsim 2 plus s ko'rinishida bo'ladi javobi. Xo'p, keyingi misolimizga e'tibor qarasak, 11-misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p, integral tangens kvadrat x dx. Xo'p, bundan qanday qilib boshlang'ich olamiz? Bundan birdaniga boshlang'ich olib kelsak bo'lmaydi. Chunki bu tangens emas, bu tangens kvadrat x bo'lyapti. Xo'p, trigonometrik formulalardan foydalanamiz. Ya'ni biz bilardikki tangens kvadrat x plus 1. Buni soddalashtirib chiqadigan bo'lsak, tangens degani sinus kvadrat x taqsim kosinus kvadrat x plus 1 teng bo'ladi. Mahaz berib olsak, sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x taqsim kosinus kvadrat x. Sinus kvadrat x ga kosinus kvadrat x qo'shsam 1 chiqardi. Demak, 1 taqsim kosinus kvadrat x ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda yozgan tangens kvadrat x plus 1 teng bo'lar ekan 1 taqsim kosinus kvadrat x ga. Menga tangens kvadrat x kerak. Demak, tangens kvadrat x teng bo'ladi 1 taqsim kosinus kvadrat x minus plus 1 qo'shsak 1. Ya'ni biroz soddalashtirish kiritib olaman bu misolga. Demak, bu teng bo'lar ekan boshlang'ich tangens kvadrat x o'rniga 1 taqsim kosinus kvadrat x minus 1 deb yozib dx. Demak, bu endi 1 taqsim kosinus kvadrat x da formulada boshlang'ichi bor. Bu tangens x bo'ladi. Minus 1 deb boshlang'ichi minus x ko'rinishida va plus s degan javob chiqar ekan 11-misolimizga.